Bilgan odam butun dunyo sizniki. Er sizniki, qaynona sizniki, butun o'sha oilaning eng suyukli, eng sevimlisi, eng mehrli kelini bo'lasiz. Agar bilmasangiz, ana shu yerda aslida bilmasdan urilib o'rganasiz. Lekin oilada keldingizmi, yashayapsizmi, tashlab ketish, bir qanaqadir muammolar, nizolar chiqsa agar bo'ldi, hayot shu bo'lsa kerak emas deb chiqib ketish bilan ish bitmaydi. Sabr, chidash kerak ozgina va o'qish kerak azizlar. O'qing, o'rganing, rivojlaning, hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh kamida menda 20 yillik tajribaga ega bir kelin bo'lasiz. Har qanaqa janjal, har qanaqa muammolar aslida bilimsizlikdan, ilmsizlikdan kelib chiqadi. Agar biz bilsak, agar biz mana shu erkak bilan qanday gaplashish kerakligini bilsak, erkak psixologiyasini tushunsak, qaynonani psixologiyasini tushunsak, ular bilan muomalani aslida qanday gapirsak, ular bizni qanday eshitishini tushunsak, o'shanda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin buning uchun shunchaki bilim kerak azizlar.